Assalomu alaykum hammalaringga. Bugun biz sizlar bilan ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Hop. Ijtimoiy bu birinchi yozgan kodimiz ijtimoiy 5 ekanligini bildiradi. Yozamiz. Bu ijtimoiy hujjat. Bu kodimiz ijtimoiy hujjatligini bildiradi. Undan keyingi sahifa haqida ma'lumot beradi. Titli bu brauzerga nom beradi. Men sizlarga o'zi brauzerda nom berishdan ko'rsatib boraman. Misol uchun nima deymiz? Birinchi darslik deb nima qilib qo'ya olamiz. Avvalambor sizlarga bitta narsa o'rgataman. Bu poyez qilgan joyga kirib, обязательно ana shu narsani sayt qilib olsangiz sizlarga juda ham foydali narsa bo'ladi. Nima vazifasini bajarishni hozir ko'rsataman. Buni vazifasi bu yerda kod yozganimizda, bu yerda go live degan nima chiqadi, shuni bostirlaring. Bu yerda yozgan kodimizni avtomatik burada ko'rsatadi. Ya'ni birinchi darsligimiz bu yerda sahifa nomini berdik, birinchi darslik. Xo'p. Biz kod yozamiz, bo'lmasam. Ba'zi ekranda ko'rinadigan kodlarimiz. Xo'p, biz nima qilamiz? Avvalambor bizdagi hash bu sahifa nomlari h1, h2 h1 h2 h3 h4 h5 h6 masalan oson kod yozishni o'rgataman. Har plus pochkalarida bu past har bittasini qo'shib chiqarib berishni bajaradi. Mana shu tarzda. Xo'p, bular razmer, asosiy bular razmer degani, misol uchun hammasiga bitta so'z yozadigan bo'lsak, salom deb yozib olamiz. Nimasi yo'q. Sizlar nima deb yozsalaring ham bo'laveradi. Men salom deb yozib oldim sizlarga ko'rsatish maqsadida. Go live shu vazifasini bajaradi. Biz bu yerdan kod yozamiz. Prямо burada ko'rsatib beradi. Mana bular razmer asosan. Shuni bilib olasizlar. Hop, ikkinchi kodimiz nimadan iborat? Ikkinchi kodimiz metdan birinchi matn qidirdik, keyin tushuntiraman sizlarga. Internetimiz biroz sekin ishlayapti. Matn biz bu yerdan kopiya qilib olaylik. Hop. Ikkinchi kodimiz P harfi. Bu P harfida paragraf yozishingiz mumkin. Nima bo'ldi? Hop. Biz bu yerdan mana matn kopiya qilib olamiz. Ko'p olishimiz shart emas. Asosan mana kacha olsak yetadi.
Qayerga ketib qoldi bu? Bu biroz uzunligini hisobiga bu darajada qoldi. Biroz qisqartiramiz. Va biz birinchi darsga kiramiz. Birinchi darslikda ko'rib turganingizdek, bu holatda keldi. Paragraf shu vazifasini bajaradi. Ya'ni bir matnni yozish, matn yozishgani. Bu sahifa desak, bu matn ko'rinishida holatda bo'ladi. Xo'p, bu yerda nimalar o'rganishimiz mumkin? Misol uchun, bosh sahifasini qalinlashtirmoqchi bo'lsak, qalinlashtirish uchun bizga kerakli kodimiz B masalan belgilanadi. Ko'rib turganingizdek, matnni B harfi shu matnni o'rtasida bo'lsin. Bizga matnimiz qalinlashdi. Hop, ikkinchisi tushunchasining so'zini misol uchun qiya qilmoqchimiz, yotqizmoqchimiz demoqchi bo'lsak, uni biz I harfi bilan belgilaymiz. Hop. Nima bo'ldi? Ko'rib turgansiz, tushunchasini bu biroz qiyalashdi. Hop, endi biz biror matnni tagiga chizmoqchi bo'lsak, ikkita asosiy talqin mavjud. Ana shuni biz tagiga chizmoqchi bo'lsak, belgilamoqchi bo'lsak, misol uchun, o'zlaring uchun U harfi bilan belgilaymiz. U harfini biz qanchacha qilamiz? Mavjudgacha oladigan bo'lsak, nima bo'ldi? Nimadir hisobiga kodimiz ishlamay qoldi. Bir daqiqa. Dastikana. Ikkita asosiy talqini mavjud. Tagiga chizishni u kodi bilan belgilaymiz. Hop. Yana nimani o'rganishimiz mumkin? Biz misol uchun ana shu bundan keyin biz yangi sahifaga pastga tushmoqchimiz. Pastga qatordan boshlamoqchi bo'lsak, biz bir kod orqali pastga tushamiz. Avtomatik o'zi paytda yangi sahifadan boshlaydi. Pastdan boshlaydi. Agar biz buni yangi sahifa va uni tagiga pastga chiziqcha qo'ymoqchi bo'lsak, biz hali kodi bilan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni bu tarzda biz biroz nimalar bo'lyapti, kamchiliklar bo'lyapti. Men o'zi mana o'tish holat chizishimiz mumkin hali kod bilan. Sizlarga bugungi darsliklarimiz ana shulardan iborat. O'zlaringiz uchun bitta shu tarzda nima yozib ko'ringlar. Biz keyingi darsda link qo'yishda, rasm joylashda va raqam va nuqtalarni o'rgatamiz. Sizlar bilan dars o'tgandan kattakon rahmat. Ularni ko'rib, yaxshilab o'rganib, ustlaringda ishlanglar.